korobkada keramik yozilgan bo'ladimi, Koreya deb yozilgan bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, unga umuman ishonmanglar. Kolodkalarning sifatini tekshirish bo'yicha har xil ishonchsiz bo'lar-bo'lmas videolar chiqib ketibdi. Kelinglar, men sizlarga kolodkani qanaqa tanlashni va sifatini aniqlashni tushuntirib o'tib ketaman. Magnit orqali hech qachon kolodkani sifatini aniqlay olmaysiz. Magnit orqali faqat keramika kolodkani sifatini tekshirib olsanglar bo'ladi. Bu turgan moner kolodkasi, mana Sport Plus varianti qo'yasiz, mana tushib ketdi. Bu arzonchi kolodka. Tushmaydi. Mana shu hammanglar JM eng zo'r deb oladigan kolodkalar ham magnit bundoq qo'ysanglar ushlaydi. Magnit bilan kolodkani sifatini tekshirib ola olmaysizlar. Faqat keramika yoki keramika emasligini tekshirsanglar bo'ladi. Mana misol korobkada keramik yozilgan bo'ladimi, Koreya deb yozilgan bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, unga umuman ishonmanglar. Mana keramika deb sotadigan kolodka tushmayapti mana. Mana haqiqiy keramika kolodkalar bundoq qo'ysanglar, mana tushib ketadi. O'shaning uchun korobkadagi yozuvlarga aldanib qolmanglar. Sifat bo'yicha bo'lsa, monerni tanlasanglar adashmaysizlar.